Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan IELTS darslarimizning navbatdagi 97-sonida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Sizlar bilan Iskandar Kamoldinov, xalqaro toifadagi ingliz tili o'qituvchisi. Agar tayyor bo'lsanglar, unda ketdik. As usual, we are going to start with the lesson agenda. During the class today, we'll be talking about IELTS speaking part 3, and we are going to have deeper understanding on question types that you are going to encounter while answering IELTS speaking part 3 questions. Because knowing IELTS speaking part 3 questions and their functions is very important to give the best answer possible. And of course, we are going to learn some strategies that are going to be quite helpful to answer IELTS speaking part 3 questions. If you are ready, let's get it started. Har galgidek darsimizni lesson agenda bilan boshlaymiz. Demak, bugungi darsimizda biz sizlar bilan IELTS speaking part 3 to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bundan tashqari, darsimiz davomida biz sizlar bilan o'sha IELTS speaking part 3 dagi savol turlari bilan tanishib chiqamiz. Va eng asosiysi, ushbu savollarga javob berishda bizga juda ham asqotadigan strategiyalar bilan tanishamiz. Demak, agar tayyor bo'lsanglar, unda boshladik. One of the most common types of questions that you are going to come across while you are taking IELTS speaking test, especially part 3, is opinion questions. And the function of this type of question is to assess your ability to articulate your own views and provide personal responses to issues. Demak, eng ko'p uchrab turadigan savol turlaridan biri IELTS speaking part 3 da. Bu opinion questions. Ya'ni sizni fikringizni so'rovchi savol turi hisoblanadi. Va ushbu savolning asosiy funksiyasi siz o'zingizni fikringizni har xil muammolar, masalalar hamda qarashlarga nisbatan qanchalik darajada yaxshi bera olishingizni tekshiradi. Ya'ni siz o'zingizni fikringizni atrofdagi yoki fikrlar, bundan tashqari masalalar yuzasidan qanchalik darajada ko'rsata olasiz, ayta olasiz ingliz tilida. Shu funksiyani bajaradi. Demak, u yerda siz o'zingizni fikringizni ayta olishingiz tekshiriladi. Bundan tashqari o'sha kriteriyadagi boshqa jihatlarga ham qaraladi va ushbu savol turining asosiy funksiyalaridan bittasi shu hisoblanadi. Keyin endi sizlar bilan ushbu opinion questionslarga javob berishda sizlarga juda ham asqotadigan frazalar bilan tanishamiz. Ushbu frazalar orqali sizlar o'zingizlarning fikringizni bayon qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchi frazamiz I think that, ya'ni men shunday deb o'ylayman yoki-da shuni o'ylayman. Yoki-da to me it seems that. Menga shunaqa ko'rinadi, shunaqa tuyuladi. Meni fikrim shunaqa degan ma'noda ushbu funksiyani ham ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Yoki-da I believe that. Men ishonamanki. For example, I believe that digital technologies will only help to human beings if it is used accurately. Ya'ni men ishonamanki, raqamli texnologiyalar insonlarga faqatgina yordam keltiradi, qachonki ular to'g'ri foydalanilsa degan misol tariqasida siz ushbu g'oyani berishingiz mumkin bo'ladi. Yoki I think that reading books is very important in order to develop your critical thinking. Ya'ni men o'ylaymanki, kitoblarni o'qish sizni mantiqiy fikrlashingizni rivojlantirishda juda ham muhim. To me, it seems that studying abroad is one of the essential parts of your personal development. Men o'ylashim bo'yicha, chet elni nufuzli universitetlarda o'qish odamni personal developmentda juda katta bitta bosqich hisoblanadi degan ma'noda o'zingizni fikringizni berishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu frazalarni yaxshilab yodlab olasizlar hamda ushbu frazalar orqali o'zingizlarning fikringizni bemalol bayon qilishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, internet resurslarida, boshqa kitoblarda ushbu ko'rinishdagi frazalarni ko'plarini topishingiz mumkin bo'ladi va ulardan ham bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizlarga asosiylari va eng ko'p ishlaydiganlarni ko'rsatib o'tayapmiz. Tabiiyki, navbatdagi savol tug'iladi. Demak, ushbu turdagi savollar qanaqa formatda beriladi va biz o'rgangan o'sha frazalarimizdan qanaqangi usulda foydalanishimiz mumkin, uni haqiqiy savol misolida ko'raylik degan fikr tug'ilishi tabiiy. Keyin endi sizlar bilan biz ushbu funksiyadagi, ya'ni o'sha opinion questions turiga mansub savollarni ko'ramiz va ushbu savolga birgalikda javobni ham ko'rib chiqamiz. Demak, savol shundan iborat. Do you think children have better computer skills than adults? Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda kattalardan ko'ra yoshlarni kompyuter savodxonligi yaxshiroqmi? Degan savol bilan examiner o'sha kandidatga murojaat qilyapti hamda kandidatning javobini ko'rishingiz mumkin. I think that children are better with computers because they grow up using them.
meni o'ylashim bo'yicha, demak, bu yerda o'zini shaxsiy fikrini bildiryapti. Hamda bu yerda I think that frazasidan foydalanganligini ko'rishingiz mumkin. I think that children are better with computers because they grow up using them. Meni o'ylashim bo'yicha, hozirgi kunda yoshlar kattalarga qaraganda kompyuter bo'yicha yaxshiroq, sababi ular kompyuter bilan ulg'ayishyapti. Ya'ni yoshlar kompyuter bilan ulg'ayishyapti. Shuning uchun kattalardan ko'ra kompyuter yaxshi bilishadi degan fikr beryapti va ushbu fikrni yana rivojlantirish mumkin. Ya'ni misollar keltirish mumkin. Bundan tashqari supportivlar berish mumkin va ushbu javobni yana ham rivojlantirish mumkin bo'ladi. Demak, sizlar bilan biz IELTS Speaking Part 3 da uchraydigan birinchi savol turi bilan tanishib chiqdik. Hamda ushbu savol turimiz opinion questions, ya'ni shaxsiy fikrni so'rovchi o'sha savol turi ekan. Keyin endi navbatdagi savol turini birgalikda ko'rib chiqamiz. Navbatdagi savol turimiz speculation and hypothetical questions. And the function of these questions is to evaluate your ability to use conditional structures and speculate about possibilities. Demak, ushbu savol turimiz fikr bildirish hamda faraziy narsalarga nisbatan javob berish. Hamda ushbu savol turining asosiy funksiyasi sizni farazomuz savollarga qanchalik darajada javob bera olishingiz. Bundan tashqari o'sha teoretik narsalarga o'zingiz fikringizni qanchalik darajada bildira olishingizni ular sinovdan o'tkazishadi. Demak, bu savollar bilan yana ham yaqinroq misollar bilan tanishadigan bo'lsak, hypothetical, ya'ni farazomuz savollar bo'lishi mumkin bo'ladi. Ya'ni kelajakda AI texnologiyalari qanaqa qilib bizni hayotimizni o'zgartirib yuborishi mumkin yokida shunga o'xshash farazlarni tasavvur qiladigan savollar bo'lishi mumkin bo'ladi. Keyin endi ushbu savollar bilan yana ham yaqindan tanishish va ularga qanaqa javob berishni o'rganish uchun navbatdagi slaydimizga o'tamiz. Demak, ushbu savollar hypothetical ruhiyat kasb etganligi uchun, bundan tashqari speculationni talab qilgani uchun biz ushbu frazalardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni it might happen that. Shunaqa bo'lishi mumkin. It might happen that electronic books replace hard copy books in the future. Yokida if perhaps strukturasidan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni conditionalslardan, if sentencelarning har xil turlaridan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. For example, if the number of cars increase at the same rate, perhaps in the future we might have more traffic jams. Ya'ni hozirgi darajada ko'chalarimizda mashinalar soni oshib boradigan bo'lsa, demak kelajakda biz ko'proq trafiklarni ko'rishimiz mumkin. Yoki deb possibly in the future, ya'ni ehtimol kelajakda shunaqa bo'lar deb o'zimizning fikrimizni berishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu frazalarni yaxshilab yodlab olishingiz kerak bo'ladi va ushbu frazalarni sizlar javob berish jarayonida keng foydalanishingiz kerak bo'ladi. Va agar sizlar ushbu frazalardan boshqa o'sha hypothetical hamda speculation savol turiga mansub savollarga javob beruvchi frazalarni bilsanglar, kommentariy bo'limida yozib qoldiringlar. Keyin endi ushbu savol turi qanaqa ko'rinishda bo'ladi, bundan tashqari unga qanaqa formatda javob berish mumkin, birgalikda bu bilan tanishib chiqamiz. Demak, savol: What might be the impact of telecommuting on the city life? Ya'ni telecommutingni city life'ga ta'siri qanaqa bo'lishi mumkin degan savol bilan examiner kandidatga murojaat qilyapti. Hamda kandidat: If more people work from home, agarda ko'proq odamlar uydan ishlashsa, perhaps balki there will be less traffic in the cities. Ya'ni balki shaharlarda kamroq trafiklar bo'lar degan javobni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda o'sha conditionalsdan foydalanganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hozir sizlar bilan biz IELTS Speaking Part 3 da uchrashi mumkin bo'lgan ikkinchi turdagi savol, ya'ni speculations and hypothetical questionlarni ko'rib chiqdik va ularga qanaqa javob berish mumkinligi to'g'risida batafsil ma'lumotga ega bo'ldik. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan IELTS Speaking Part 3 da uchraydigan savol turlarining ikkitasi bilan tanishib o'tdik va ularga qanaqa javob berish kerak va qanaqa frazalardan foydalansak bizning javobimiz yana ham rivojlanishi mumkinligi to'g'risida batafsil ma'lumotga ega bo'ldik. Bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi darslarimizda biz yana boshqa turlar bilan tanishib chiqamiz. Demak, keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.